yaşagan jamiyatimizdagi islomga uyg'un bo'lmagan yo'llar, sistemalar, qoida tuzumlar, qonunlar. Endi buning qarta musulmon qaysi xil pozitsiyada bo'lishi kerak? Mana bugungi sura ana shuni o'rgatadi. Qanday bir shaxs Alloh qo'ygan tuzumdan boshqa bir tuzumni qo'yib, Alloh harom qilmagan ishni harom qilib, Alloh halol qilmagan ishni halol qilib, shunday bir tuzumni qo'ygan bo'lsa va shuni to'g'ri deb e'tiqod qilgan bo'lsa, bu maul davatlash cho'ng bir ish mao. Murassaq qilib bo'lmaydigan bir ish mao. Islomdagi bir qizil siziq mao. O'tkili bo'lmaydigan bir tam mao. Shunga bu yerda yumshoq gap yo'q, ko'ngil avaylash yo'q, atalg'ularni yumshatish yo'q. Ey kofirlar, la a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Qur'on Karimning oxirgi qisqa suralar ichidan Qul ya ayyuhal kafirun, ya'ni kafirun surasini o'qiymiz. Bizning bugungi suramiz intayin bir muhim sura. Chunki bugungi sura har bir musulmonning tavhid shuari, tavhid iloni. Ya'ni bir musulmon atrofidagi islomdan boshqa yo'llarga qanday pozitsiyada tutish kerak? Endi kan qursak bo'layli, boshqalarni so'kmayli, o'qilmayli, bo'qilmayli. Biz endi Allohga ishongan bilan avlami bir narsaga ishonadi deb bu xil shaklda pozitsiya tutandi. Va yoki qanday pozitsiya tutadi? Ya'ni islomdan boshqa aqidalarga, dinlarga, yo'llarga qanday pozitsiya tutadi? Shuni o'rgatadi. Biz bugungi surani o'qishdan ilgari islom haqida qisqacha bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Chunki mushuni tushunmasak, bugungi surani to'liq tushunolmaymiz. Islom nimadan iborat sizdan bir so'rab boqay. İslam nimadan iborat? Namozdan iboratmi? Ro'zadan iboratmi? Hajdan iboratmi? Zakotdan iboratmi? Undaq emas. Islomga namozmi tava, ro'zami tava, hajmi tava, zakotmi tava. Ya'ni bir kishilik musulmondachilik bu oldingi shart. Lekin islomning hammasi bu emas. Bir musulmon bir kishilik ibodatini, ya'ni namozini, ro'zasini, zakotini hajni qilib bo'lgandan keyin u hayot sistemasini, hayot planini islom bo'yicha qurgan vaqtida, islom bo'yicha yashay olgan vaqtida, ondan keyin u mukammal musulmon bo'lgan bo'ladi. Bir kishilik musulmon bo'ldi, namoz o'qidi, zakot berdi, ro'za tutdi, lekin bir shirkat qurdi. Shirkatning sistemasi va uning qoida usullarini islomga uyg'un bo'lmagan shaklda tuzdi. Bu mukammal musulmon bo'lmagan bo'ladi. Musulmon bo'ldi, ya'ni namoz o'qidi, ro'za tutdi, zakot berdi, lekin yashayotgan jamiyatida boshqa bir qonunni, boshqa bir tuzumni o'ttirib qo'ydi shu odamning ilkida bo'lsa, masalan, yana musulmon bo'lolmadi. Musulmondachilik deganimiz aziz qarindoshlar, ma bir kishilik musulmondachilikdan halqiydi. Bir kishilik musulmondachilik bo'lishi kerak va shundaqla u tijorat qilsin, bir jamiyat qursin, hatto cho'ng bo'lganda bir davlat qursin, davlatning sistemasini, qonunni shu Xudoyim Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qurgan vaqtida ondan keyin bu haqiqiy musulmon bo'lgan bo'ladi. Shunga islom degan nima desa, islom deganimiz bir kishilik musulmondachilikni, axloqni o'z ichiga olgan shaklda u mukammal bir hayot sistemasi u. Hayot sistemasi mastqilam sulab qo'yilgan bir kishilik musulmondachilik emas. Mana bu bizning islom dinimizni xristian va boshqa dinlardan farqlantirib turadigan farqi shu. Chunki islom dinimiz bir kishini isloh qilish uchun kelgan, bir oilani isloh qilish uchun kelgan, bir jamiyatni isloh qilish uchun kelgan, bir davlatni isloh qilish uchun kelgan, dunyoni isloh qilish uchun kelgan. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seni alemlerge rahmet kılıp evetdik deydi. Şuna ama İslam'ni doğru şekilde tuluq tushunishimiz kerak. Xo'sh, endi hozir bugungi kunimizda ko'pinchimiz mayli nerede yaşagan bo'layli, Turkiyada yaşagan bo'layli, Yevropada yaşagan bo'layli, Amerikada yaşagan bo'layli, hammamiz qo'limizdan kelishicha bir kishilik musulmondachiligimizni ado qilyapmiz. Endi ba'zi ishlar bor, bizning ilkimizda bo'lmagan. Masalan, yaşagan jamiyatimizdagi islomga uyg'un bo'lmagan yo'llar, sistemalar, qoida tuzumlar, qonunlar. Endi buning qarta musulmon qaysi xil pozitsiyada bo'lishi kerak? Mana bugungi sura ana shuni o'rgatadi. Endi umi to'g'ri bo'lishi mumkin deb namozimizni o'qib menga o'rgandik va yoki qaysi xil pozitsiya tutamiz? Bugungi Qul ya ayyuhal kafirun bizga shuni o'rgatadi. Old bilan biz surani boshlashdan ilgari suralarni bir qisqacha tushunib chiqaylik. Yuqorida o'tganimizdek bu sura har bir musulmonninki tavhid shuari va tavhid ilani. Çünkü bu sure bir musulmonning tevhidini paklaydi. Şirkten paklaydi. Pakize, haqiqiy, muvahhid, yani tevhidchi, to'liq iymonliq bir musulmon qiladi. To'liq tushunib o'qigan vaqtida va uningga amal qilgan vaqtida. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Sen uxlag'ili tayyorlik qilgan vaqtingda qul ya ayyuhal kafirun o'qig'in fa innaha bara'atun minash-shirk. Chunki qul ya ayyuhal kafirun degan bu sura shirkni tozalaydi deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Endi shu shirk tilg'ilinsa ko'pinchalarning xayoliga nima keladi? But keladi. Butga bir odam ta'zim qilgan bo'lsa, men mushrikkan deb bu xil keladi. Esinglarda bo'lsin, shirk uningdan iborat emas. Shirkning turlari ko'p. Bugungi kunimizda bularmi shirkning turlari ko'p. Masalan, bir odam Allohga ibodat qilib turib, Allohni iloh deb turib, boshqa narsaninki, ya'ni Allohning ko'rsatmasiga uyg'un bo'lmagan boshqa bir narsani to'g'ri deb qarab qolsa, shu nim bo'lsin to'g'ri qarab qolgan narsa uni shirk qilib olgan bo'ladi. Masalan, bugungi kunimizda ba'zi kishilar o'zining nafsini
shirk qilib olganlik. Ba'zi kishilar pulini shirk qilib olganlik, ba'zi kishilar inovatni, mansabni shirk qilib olganlik, ba'zi kishilar boshqa botil sistemalarni shirk qilib olganlik. Shunga shirkni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shirk deganimiz har bir odamningki qalbidan cho'nqur o'rin olgan. Ya'ni Allohmi o'rin oldi, boshqa narsa o'rin olib qoldimi cho'nqur qalbimizdan. O'sha narsani shirk qilib olgan bo'lamiz. Tavhid deganimiz yolg'iz bo'lgan Allohni qalbimizga sulash deganlik. Yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning cho'ng bilish deganlik. Yolg'iz Allohdan kutish, yolg'iz Allohning yo'li to'g'ri deb e'tiqod qilish ma tavhidning bir qismi bo'ladi. Shunga qul ya ayyuhal kafirun buning mazmuni bizni mana shunda qalbimizga kirib olgan har xil narsalardan pokizlaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu surani har qatam uxlashdan ilgari o'qib yetishga buyurgan. Buning ma'nosini tushunib, andan keyin o'qib yetsak, andan keyin qalbimizdan shirklar, ya'ni kirib olgan har xil dunyo manfaati olsun, shu o'rnib olgan narsaning hammasi qalbimizdan qanday qilinadi? Tozalanadi, pokizlanadi. Shunga bu mustahab. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom safar ustida bir kishiningki qul ya ayyuhal kafirun o'qganligini ko'rib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima dedi? Ma banda shirkdan pokiz bo'ldi dedi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom arifa robbah, ma banda Robbini tunidi dedi. Esimizda bo'lsin, ko'pincha kishilar Alloh ishonmaydi deydi. Ammo u ishongan Alloh subhanahu va taoloni to'liq tunimaydi. To'liq tunimay turib ishonadi. Alloh tasavvuri to'g'ri emas. Ma Allohga ishonish mushriklardan bajimi ma? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ozunlikni elib chiqish uchun kelgan mushriklar bor, arab mushriklar Allohga ishonadi ashulama. Allohning rizq berguvchi, yomg'ir yog'diruvchi deb qaraydi, lekin Alloh tasavvuri buzuqdi. Va shundaqla Allohga shirkni qiladi. Boshqa narsalarni cho'ng biladi. Boshqa narsalarni ulug'laydi. Boshqa narsalarga ibodat qiladi. Buning bilan tavhid bo'lmaydi. Buning bilan musulmon bo'g'ili bo'lmaydi. Buning bilan iymon bo'lmaydi. Iymonning iymon bo'lishi uchun faqat va faqat Allohlam qalbimizda bo'lishi kerak. Allohning yo'lidan to'g'ri deb bilishimiz kerak. Mana bu sura shu nuqtani bizga yechib beradi. Bu sababdan bu sura Qur'onning 4ning biriga teng keladigan sura deb ataladi. Bu suraning shu sababi qarasaqmi, bu suraning mazmunini texnik yaxshi tushuna olamiz. Masalan, bu sura qanday vaqtda tushgan desanglar, mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ilib kelgan bu dinni to'xtatish uchun har xil vositalarni qo'llangan. Qattiq vositalarni qo'llangan, yumshoq vositalarni qo'llangan. Ya'ni zulm selish bilan oldin to'sab baqqan. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga sening g'arizing dunyo bo'lsa, biz seni oramizdagi eng boy kishi qilib o'taylik. Bir ayol kishiga erishib bo'lib qolsa, eng chiroyli xotinni sen elib beraylik yoki seninki bir mansab havasing bo'lib qolsa, seni bizga boshliq qilaylik deb mana shundaq har xil vositalarni qo'llangandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni qo'ysanglarmi, bu yo'ldan to'xtamayman deb maydonni bildirdi. Bildirgandan keyin mushuklar qanday pozitsiya tutdi? Muhammadmi Allohga ishonadi? Bizmi Allohga ishonamiz? Demak, oramizda farq cho'ng emas. Ozroqlam farq bor. Biz kirisha olamiz, murassa qila olamiz deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Muhammad, bunda qilaylik. Biz bir yil kelaylik. Bir yil sening ilohingga ibodat qilaylik. Sening degining bo'yicha bo'lsin ishlar. Bir yil bizning ilohimizga ibodat qilgin. Bizning yo'limizga mangan. Mushunda qilib murassa qilaylik. Bir yil kelaylik. Agar bizning to'g'ri bo'lib qolsa, sen ziyon taqmaysan. Agar sening to'g'ri bo'lib qolsa, biz ziyon taqmaymiz" degan ma murassani o'tirib qo'ydi. Tavhid bo'lgangan bugun kunda ba'zi kishilarga bu taklif bir to'g'ri taklifdek bilinishi mumkin. To'g'ri taklifmi? Alloh subhanahu va taolo mushriklarning mana shu murassa taklifiga javoban qul ya ayyuhal kafirunni nazil qilgan. Xo'sh, unda bo'lsa, islom bilan boshqa bir yo'lni birga akagal bo'lamdi. Yahudiylik, xristianlik va har qanday bir botil, ya'ni islomga uyg'un bo'lmagan bir sistemini kelishib birga akilib o'tkilib bo'lamdi. Bu savollarimizga bu sura javob bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bu sura nazil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom har kuni atdeganda bamdaqning 2 rakat sunnatining birinchi rakatida mana shu qul ya ayyuhal kafirunni o'qiydi. Nimishqa men tunji kunimni, ya'ni hayotimninki, kunimninki eng avval qismini tavhid bilan boshlayman. Qalbimga kirib olgan o shirkni butunlay tozalay deganga shart qilgan bo'lishi mumkin. Shundaqla bizlarga har bir musulmon deganda bamdaqninki 2 rakat sunnati va bamdaqdan ilgari o'qiydigan. Shuning birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirun o'qish orqali qalbdan butun shirklarning hammasini tozalasin deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shunday qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi rakatida nima o'qiydi bilamsizlar? Qul huvallohu ahadni o'qiydi. Nima uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deganda o'qiydigan bamdaq namozdanki 2 rakat sunnatininki birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirunni, ikkinchi rakatiga qul huvallohu ahadni o'qiydi bilamsizlar? Chunki qul ya ayyuhal kafirun bilan qul huvallohu ahadning ma'nosi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan bu shahodat kalimasininki ma'nosi shu. Mana shu qul huvallohu ahad bilan va qul ya ayyuhal kafirun bilan, ya'ni shuning ma'nosini to'liq tushungan vaqtimizda, unga amal qilgan vaqtimizda, e'tiqodiy jihatda shunga mos holatda bo'lgan vaqtimizda bizda iymon, tavhid mukammal bo'ladi. Ikkisi bir yakaga vaqtda. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirun o'qiydi, ikkinchi rakatiga qul huvallohu ahadni o'qiydi va buni bizga mustahab qilib qoldirgan. Chunki qul ya ayyuhal kafirun Allohdan boshqa bütün ilohlarning hammasini rad qiladi. Xuddi la ilaha deganga o'xshash.
Yani kul ya eyyuhel kafirun la ilahaninki ma'nosi shu. Kul huvallohu ahad Allohning faqat va faqat yegani ekanligi, bütün kishilarning Allohga muhtojligi, ya'ni bütün Allohni ham isbotlash orqali Allohdan boshqa hech bir ilohning yo'q ekanligini bildiradi. Ya'ni Allohni isbotlaydi. Ya'ni illalloh deganninki ma'nosini kul huvallohu ahad bildiradi. Ya'ni la ilaha illalloh degan bu shahodat kalimasini kul ya eyyuhel kafirun bilan kul huvallohu ahad qanday qiladi? Mukammal shaklda, tafsiliy shaklda bayon qiladi. Şuna biz bugün okuyduğum bu sürününki kıymetini bileyli, bu sürününki muhimliğini bileyli. Ve şundakla bu sürünü her gün ettiğin okuş arkalık günümüzni sap iman bilen, sap tevhid bilen başlaylı. Hoş, onda olsa günümüzni sap tevhid bilen bizge başladığın bu süre bizge nimdeydi? Kandak mezmunların ölçüge ağan, Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya eyyuhel kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey Muhammed, etkin ki, ey kapırlar. La a'budu ma ta'budun. Sila ibadet kılgan, sila çukungan, sila çoğun bilgen nesiga men ibadet kılmayman. Men çukunmayman, men çoğun bilmeyman. Ve la entum abidun ma a'bud. Sila men ibadet kılgan neresiga. Zatqa ibadet kılmaqlık. Ve la ana abidun ma abettum. Men bundan keyin mi sizlar ibadat qilgan narsaga ibadat qilmayman. Wala antum aabiduna ma a'bud. Sizlarmi men ibadat qilgan narsaga ibadat qilmaysizlar. Lakum dinukum waliya din. Sizlarning dininglar va mangadigan yo'linglar va meningmi dinim ba mangadigan yo'lim ba. Xo'sh, unda bo'lsa endi biz bu surani oyat tafsirlaylik. Qarab qolgan bo'lsak Alloh subhanahu va taolo birinchi oyatini nima dedi? Qul ya eyyuhel kafirun. Ma dinimizni bir yerga akilayli. Bir yil bizning dinimizga, bir yil sening diningga, bir yil bizning ilahimizga, bir yil sening ilahingga ibodat qilayli degan mushriklarga aytqinki ya eyyuhel kafirun. Ey kafirlar dedi. Qarab qolgan bo'lsak Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga, hattoki ilgirki payg'ambarlar bo'lgan Musa alayhisolamga, ya'ni Fir'avnning qashig'iga borgan vaqtda bo'lsin, hammasiga nima buyruqlar? Yumshoq gap qilinglar. Çaylık gap qilinglar. Çaylık nasihatlar bilan, vaz nasihatlar bilan ular bilan munoziralashinglar deb mushunga buyruqlar shunda Alloh subhanahu va taolo. Ammo miya kelgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo kuchlik bir labz ishlatdi. Ya eyyuhel kafirun. Ey kafirlar dedi. Ey Mekke'nin çoğunları. Veya ki Allah'a işenmeyen kişiler, gayri dindikiler. Bunda labz işletmedi. Ne dedi? Ey kafirlar dedi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bunda kuchlik labz ishlatdi? Chunki maul davatqash cho'ng bir ish mao. Murassa qig'ili bo'lmaydigan bir ish mao. Islomdagi bir qizil siziq mao. O'tkili bo'lmaydigan bir tam mao. Shunga bu yerda yumshoq gap yo'q, ko'ngil avaylash yo'q, atalg'ularni yumshatish yo'q. Ey kafirlar, la a'budu ma ta'budun. Ular aytganki, men sizlar ibodat qilgan narsaga, ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Sizlar cho'ng bilgan narsani cho'ng bilmayman. Sizlar cho'qingan narsaga cho'qinmayman. Sizlar manga yo'lda mangmayman. Sizning yo'lingiz bilan mening yo'lim bilen suğu o'xshash ayrim bir ayrim yo'l deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga mana shunday pozitsiya tutishga Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Bu yerda nima tushunimiz bilamsizlar? Ma ba'zi taraflarda o'xshashlik bo'lsa-mu, ma Allohning dini bilan boshqa har qanday bir dinni, iqimni bunda o'xshab qoladi ekan deb bir yerga akagili bo'lmaydi. Allohning mukammal hayot sistemasi ham tushirgini. Ya'ni tushirgini Alloh subhanahu va taoloninki mukammal hayot sistemasi o. Hech qanday bir intizomga, hech qanday bir sistemaga o'xshamaydi o. Qanday o'xshamaydi o desanglar? Iymon faqat Allohga ishonish bilan ro'yobga chiqmaydi. Allohga ishonish bilan, ya'ni Allohning rizq berguchi, Allohning shifolik berguchi deb ishonish bilan birga bütün ibodatlarning hammasini yolg'iz Allohga qilish va shundaqla Alloh subhanahu va taoloni Qur'onda va sahih hadislarda kelgan sifatida yakkiyani yolg'iz deb bilish bilan tavhid mukammal bo'ladi. Ya'ni tavhidning asosi cho'ng 3 puti var. 3 erkanı var. 3 törük var. Bu qaysi? Birincisi Allah subhanahu wa ta'alani rububiyette, Rablıkta, yaratışta, perişte bir deb ishonish. Manında müşriklar, Yahudiler, Hristiyanlar ortak. Yahudiler Allah kişini doğu, Hristiyanlar Allah kişini doğu. Arap müşrikler Allah kişini etti. Şengen bilen Allah tasavvuru bozuktu. Allah'ın kızı ibadet etti. Periştelerini Allah'ın kızı etti. Hristiyanlar çoğu İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu edeydi. Yahudiler çoğu Allah behel deydi. Anam şunda Allah tasavvuru bozuktu. Şunun için Allah işin işlem Müslüman buluşka, mümin buluşka yetmeydi öz kırındaşlar. Pakize Allah'ın rububiyetiga işiniş gerek. Yani Allah tasavvuru bozulmagan şekilde. Bu birinci şerti. Bu tevhidinki birinci törükü. İkinci törükü çoğu desanlar ubudiyet tevhidi. Yani ibadetini bütün Allah kılam kılış tevhidi.
Ya'ni bütün ibadetlerimiz Allah kılan boğa vaqtida ondan keyin tavhidninki ikkinchi turga tiklangan bo'ladi. Endi o'sha kelgan vaqtimizda ibodatni yana bir to'g'ri tushunishimiz kerak. Ibodatni yolg'iz Alloh qilish deganlik, namozimizni yolg'iz Alloh qilan o'qish, sadiqamizni yolg'iz Alloh qilan berish, shuhratga emas, obrazga emas, yolg'iz Alloh uchun berish, hajimizni, ismimizni uzartish yoki palani hojimkan deyishni iborat bu shuhrat uchun emas, yolg'iz Alloh uchun qilish. Ya'ni bütün amallarimizni, hatto jihad olsun, yolg'iz Alloh uchun qilish degan bo'lishdan birga hayat sistemimizni Alloh ko'rsatgan bo'yicha qurish deganlik bo'ladi. Bir odam namoz o'qidi, ro'za tutdi, zakot berdi, lekin men o'sha hozir yashayotgan davlatning qonunini to'g'ri deb bilaman. Mushular odil deb qarab qiladi ekan, ubudiyat tavhidida ig'ir xatolashgan bo'ladi. Mu'min bo'lolmaydi, musulmon bo'lolmaydi. Bu imanın şerti bu. Bütün ko'rsatmalar hayat sistemisi mi? İslamның hayat sistemisini to'g'ri e'tiqod qilish ma tavhidninki eng muhim turuklardan birisi. Yolg'iz ruku qilish, sajda qilish ham ibodat emas. Mana shunda qoida tuzum intizomladimi? Allohning ko'rsatmasini to'g'ri e'tiqod qilish va unga amal qilish mana shu eng buyuk ibodat. Masalan, Adi ibn Hatim deydigan sahabi bor. Ilgari xristian bo'lgan sahabi. Bu sahabi bo'yniga shunday kir sasqan holdagina, ya'ni musulmon bo'lib, uning xatoligini bilmagan holda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashig'iga keldi-da. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam: "Ey Adi, ma bo'yningdagi butni tashlab ver" deydi. Adi bo'ynidagi o kirisni elib tashlab o'tadi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashig'iga keladi. Bu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam: "Ittakhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah." Bu ahli kitoblar o'zlariningki diniy olimlarini iloh qilib oldi degan oyatni o'qiyotdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Adi ibn Hatim bu oyat anlagandan keyin: "Ya Rasululloh, biz xristian vaqtimizda o'zimizning ahli ilmlarini, mollalarini iloh qilib olmaydik." Yana bir rivoyatda hadisda: "La narka'lahum va la nasjud lahum." Ular ruku qilmaydik biz, sajda qilmaydik biz, ibodat qilmaydik ularga deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam: "Sizlarning diniy olimlaringlar Allah halal qilg'ashni harom qilib bersa, harom qilg'ashni halal qilib bersa, uningga ergishemtinglar. Ya'ni Allah qo'ygan tuzumdan boshqa bir tuzumni qo'yib bersa, uningga ergishemtinglar deydi. Adi ibn Hatim: "Ey Rasululloh, shunda qilatdi." deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam deydi: "Fatilka ibadatuhum." Shuning o'zi ularga ibodat qilganlik dedi. Demek, qanday bir shaxs Allah qo'ygan tuzumdan boshqa bir tuzumni qo'yib, Allah harom qilmagan ishni harom qilib, Allah halal qilmagan ishni halal qilib, shunday bir tuzumni qo'ygan bo'lsa va shuni to'g'ri deb e'tiqod qilgan bo'lsa, bu uningga ibodat qilganlik. Mana aniq tushunishimiz kerak. Buningda ubudiyat tavhidi, ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilish tavhidi ro'yobga chiqmagan bo'ladi va shundaqla hozir o'qigan la a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman degan u aytga amal qilmaganlik bo'ladi. Yana bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Xo'sh, unda bo'lsa birsimiz bugun Turkiyada yashayotganlik, birsimiz Yevropada yashayotganlik, birsimiz Amerikada yashayotganlik. Qanday qilamiz degan vaqtida bizning ba'zi ishlar imkoniyatimiz yo'q. Imkoniyatimiz bo'lmaganligi o'shini to'g'riligidan direkt bermaydi. Allohning ko'rsatmasi, Allohning tuzumi, Allohning sistemasidan boshqa hamma sistema u xato. Ammo biz amal qilishga imkoniyatimiz yo'q. Ammo e'tiqodiy jihatda uning xatoligini faqat va faqat Allohning yo'lininki to'g'ri ekanligini e'tiqodiy jihatda yo'qitib qo'ymasligimiz kerak. Bu intayin muhim. Mushu e'tiqodi bo'lgan vaqtimizda ondan keyin biz la a'budu ma ta'budun. Ey insonlar, sizlar ibodat qilayotgan, sizlar hukm chiqarayotgan, sizlar cho'ng bilayotgan narsani men cho'ng bilmayman. Men uning bilan hukm chiqarmayman. Men uningga ibodat qilmayman degan tavhidni biz ro'yobga chiqargan bo'lamiz. Tushundinglarmi mana? Tavhidning 3-turuki bo'lsa, Allohning ism va sifatlari tavhidi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni Qur'on va hadislarda, ishonchli hadislarda kelgan sifatlarda yolg'iz deb bilish, insonlarga o'xshatmasdan o'ziga loyiq sifatda yagona deb bilish ma tavhidninki 3-turuki. Demak, tavhid 3 turuk bilan o'rnatiladi, mustahkam bo'ladi va shundaqla tavhid bo'ladi. Birinchisi rububiyat tavhidi. Alloh subhanahu va taoloni yaratishni bir deb bilish, rizq berishni bir deb bilish, ya'ni Allohni bir deb Allohga ishonish, to'g'ri bo'lgan tasavvurda ishonish. Ikkinchisi bütün ibodatni yolg'iz Allohga ibodat qilish tavhidi. Uchinchisi Allohning go'zal va ism sifatlarida Allohni yagona deb bilish ma tavhidninki 3 turuki. Mushu 3 turukning qanday birisi daxliga uchursa, u odam musulmon bo'lmaydi. Uning ismidan bo'ladi, mushrik bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki davridagi mushriklarmi ana shu 3 tavhidninki ikkinchisiga amal qilmaydi. Allohga ibodat qiladi, lekin boshqa narsani o'rtaq qilib oladi. Shirk qilib oladi. Shunga buni to'g'ri tushunishimiz kerak. 3-oyatda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va la antum aabiduna ma a'bud." Ey Muhammad, ularga aytqinki, "Sizlarmu men ibodat qilgan Allohga ibodat qilmoqlik." Sizlar chaqinglarda biz ishongan iloh bilan Muhammad ishongan iloh bir deb o'ylaysizlar, o'xshamaydi. Allohning qizi yo'q. Alloh tasavvuri o'xshamaydi. Sizlar ibodat qilayotgan, sizlar menayotgan yo'l boshqa bir yo'l. Men ibodat qilayotgan, men cho'ng bilayotgan Alloh boshqa bir iloh deb ikki yo'lning butunlay o'xshamaydiganligidan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom orqali Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. 4-oyatda "Va la ana abidum ma abadtum." Men ilgirimi sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilmoqlikdim. Bundan keyinmi sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilmayman deyish orqali Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizning tili bilan bu tavhid masalasida hech kimga tamo qo'ymaslikni, kutishni qo'ymaslikni va shundaqla yumishmaslikni bizga bildiryapti.
Demek ma tevhid meselesi aziz qarindoshlar asla va asla yumshuqli bo'lmaydi. Murassa qilg'ili bo'lmaydi. Bu Allohga ibodat qilish har bir musulmonninki tabiatiga aylanishi kerak. Bundan keyin bunda bo'lib qolar emas ma tevhid meselesi. Qiyomat kuchlik Allohga ibodat qilamiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo ma oyatda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga vala ana abid deb arab tilidagi ismi fa'il deymiz. Doim bo'ladigan bir xil ma'ni bildiradigan fe'lni keltirdi. Doim biz Allohga ibodat qilamiz. Ular ibodat qilgan narsaga ibodat qilmaymiz. Ular mangan yo'lda mangmaymiz. 5-oyatda Alloh subhanahu va taolo vala antum abiduna ma a'bud. Kafirlarga o'xshash oyat keltirdi. Ya'ni takror qilib Alloh subhanahu va taolo sizlarmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilmoqlik. Ya'ni sizlar biz Allohga ishonamiz deysizlar, sizning Alloh tasavvuringlar buzuq sizlarningki. Sizlar ibodat qilgan Alloh bilan men ibodat qilgan Alloh o'xshamaydi. Chunki tasavvur o'xshamaydi, aqid, e'tiqod o'xshamaydi. Bu ikki yo'l asla va asla birga kelinmaydi. Ikkisining o'rtasida o'tkilib bo'lmaydigan qizil chiziq bor degan ishorat qilib Alloh subhanahu va taolo bu oyatni takror keltirdi. Demak, ma ikki yo'lni mumkin emas birga akilish. Ey kofirlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bu ikki yo'lning mohiyatini oxirgi oyat bilan xulosalaydi. Lakum dinukum valiyadin. Bu sizlarning dininglar o'zinglar uchun. Mening dinim o'zim uchun. Ya'ni mening mangadigan yo'lim bor. O'xshamaydi bu. Sizning mangadigan yo'linglar bor. Bu ikkisini asla va asla birga akaga bo'lmaydi. Xuddi o't bilan sudek. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali kofirlar bilan har bir musulmonninki bir qaddammi bir safda bo'lolmaydiganligi. Kofirlarning yo'lining boshqa bir yo'l ekanligi, musulmonning boshqa bir yo'l ekanligini xabar beradi. Bugungi kunimizda bizning mush aqidamizni yo'qotib va shundaqlar yo'qotish undaydigan omillar intayin ko'p aziz qarindoshlar. Bular mush yoshlarga bugungi kunimizda ba'zi kishilar ba'zi leksiyalar deydi, masalan, sig'dirishchan bo'layli, kang qursoq bo'layli, turkcha deydi, o'takilashtirmayli deb masalan shunday boshqalarni chatga qaqmayli, ishonch, e'tiqod masalasida deb. Esimizda shu bo'lishi kerak. Musulmon qutblashishga qarshi. Faqat bir yerdan qutublashadi musulmon. Shu yerda qutublashmasa musulmon, u musulmon bo'lmaydi. O bir qizil chiziq. O qaysi? Tavhid masalasi. Musulmon kofir bilan qutublashadi. Asla bir yer kelmaydi. Ikkisi ayrim bir narsa o. Musulmon ayrim bir narsa, kofir ayrim bir narsa. Masalan, bugungi kunda sizlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, bunda resim taqqiqlik. Masalan, oltay degan bir son yezliqlik. Matrafda bir odam bor, matrafda yana bir odam bor shunda o. Mabrisini deydi, 9 deydi. Mabrisi 6 deydi. Bu xil resimni chiqish orqali nimani ifodalamoqchi desanglar, ba'zilar buni boshqa xil to'g'ri bo'lgan mazmunlarni ifodalash uchun ishlatsa-mu, ammo mush resim orqali ba'zilar bizning aqidamizni yumshatish uchun qo'llanadi. Qanday desanglar, demak, masalalarning to'g'riligi sening qaysi taraf turib qarashingga bog'liq. Seningcha Alloh bor, bir ateistningcha Alloh yo'q. Shunga sen mutlaq Alloh bor deb turib olsang olmaydi. To'g'ri, sen musulmon, lekin aning ko'z qarashi bo'yicha qaragan vaqtimizda Alloh yo'qolishi mumkin deb bu xil shaklda aqida bilan o'ynashadi. Musulmon ma gapga aldanmaslik kerak, yoki hushyor bo'lish kerak. Musulmon tavhid masalasida shak bilan shubhi bilan Allohga iymon etmaydi. Bunun tevhid olmaydi. Shak shubhi yo'qolgan vaqtda andan keyin haqiqiy iymon shakllanadi. Masalan, Arisimning xatoligini maslaga bir ko'rsatib qo'yay. Asanning o'rniga 1944 deb yozdim men. Ustiga bizning jumhuriyatimizningki, ya'ni ikkinchi jumhuriyatimizningki qurilgan yili deb yozdim. Matrafda bir odam tudi, matrafda bir odam tudi. Mabrisi bu 1644 dedi. Matraf turgan birisi o 1944 dedi. Qaysini to'g'ri? İkkilisinin to'g'ri bo'lishi mumkinmi? Yozuvchi uni qancha yozgan bo'lsa, o'sha to'g'ri. Sonnimi 6 deb yozgan bo'lsa, yozuvchi u 6 u. Mabisi menga o'tib, ma 9 degan bo'lsa, siz xatoya turib oldingiz deymiz. Matrafga o'tib qarasangiz, bu to'g'ri deymiz. Tushundingizmi meni? Ma'lum fikri jihatini o'zdirish uchun qo'llanadigan bir usullarning birisi. Shu nim deb yozgan bo'lsa, yozuvchi o'sha to'g'ri. Siz xato tarafda turgan bo'lishingiz mumkin. Xato o'lcham bilan to'g'ri natijaga erishib olmaydi deb tushunishimiz kerak. Shunga bugungi kunimizda bu shu yoshlarni tavhid masalasida yumshatadigan omillar intayin ko'p. Buni aldanmaslik kerak. Musulmon tavhid masalasida hech kimga yumshamaydi. Tavhid aqida masalasi u aqida degan shu chigilgan degan gap asli lug'at ma'nosi. Bu qat'iy yashkil olmaydigan, o'zgartirib bo'lmaydigan, shubhaga bo'lmaydigan bir masala. Faqat Alloh bilan ba, Allohdan boshqa hech bir yo'l yo'q. Cho'ng biladigan, cho'qinadigan, ibodat qiladigan zot faqat va faqat Alloh. Lakum dinukum valiyadin. Mening dinim o'zimga, ularning dinimi o'zga. Musulmon ma oyat bilan o'zininki atrofida yashayotgan qanda din bo'lsin, o'zining ayrim ekanligini his qilish kerak. Ayrim bir kishi ekanligi, ayrim bir yo'li bor ekanligi, ayrim qimmat qarashi bor ekanligini o'zi his qilish kerak. Ma tuyg'uni o'zi his qilish kerak va avlodlarga singdirish kerak. Ondan keyin bizda tavhid shakllangan bo'ladi. Bunda qarab baqib o'zimizning ma jamiyatdagi ateist, boshqa dinli kishilar bilan farqi yo'qdek his qilib qolsak, bizning tavhidimizga maslahati degan gap. Musulmonning ko'z qarashi ayrim, musulmonningki mangadigan yo'li, hamma narsasi, hayot sistemasi u ayrim. Ma'ni hammamiz kallamizda aniq qilishimiz kerak. Xo'sh, unda bo'lsa biz surning terjemesini oxirida bir qatimda o'taylik. Qul ya ayyuhal kafirun. Ey Muhammad, ular aytqinki, ey kofirlar, la a'budu ma ta'budun. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilmayman, qilmoqlik. Va la antum a'biduna ma a'bud. Sizlarmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilmoqlik. Va la ana a'bidum ma abadtum. Men sizlar ibodat qilgan narsaga hech qachon ibodat qilmadim va qilmayman. Va la antum a'biduna ma a'bud. Sizlarmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilmoqlik. Lakum dinukum valiyadin. Sizlarning dininglar, yo'lingni o'zingizga. Mening dinimmi, yo'lim o'zimga
Demak, musulmon boshqalarning ta'siriga uchrash emas. Eng aqlli ish nima ekan? O'zining dinini mustahkam turish. O'zining ayrim bir yo'li bor ekanligini his qilish. Mumkin bo'lsa, boshqalarni o'zining yo'liga akirish. Qat'iy o'zining yo'ldan ikkilanmaslik. Demak, bu surninki birinchi muhim nuqtasi nima ekan bilamsizlar? Tavhidda murassa qabul qilinmaydi. Tavhid shundaq bir prinsip bu. Ikkinchi muhim masala nima desanglar? Qul ya ayyuhal kafirun surasi bu shahodat kalimasiningki bir qismi, bir bo'lagini o'z ichiga oladi. Ya'ni Qur'onning ona temasi bo'lgan tavhidningki bir qismini o'z ichiga oladi. Bu sababdan qul ya ayyuhal kafirun Qur'onning to'rtning biriga teng keladi. Shuning uchun har bir musulmon payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qilgandek har kun atdeganda tunji o'qiydigan bamdaning ikki rakat sunnatining birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirunni o'qish kerak mustahab yuzidan. Ya'ni har kunisini tavhid bilan boshlash kerak. Atdeganda o'rnimdan turdimmi? Mening yo'lim boshqa. Men boshqa bir odam. Men uningga o'xshamayman. Men bir musulmon. Mening dinim o'zimga, mening ibodat qilayotgan narsam boshqa deb ma'qul tuyg'u bilan o'rnidan turish kerak. Bundan başqa bu surat tavhidning 3 asosiningki muhim bo'lgan bir qismini, ya'ni ubudiyat tavhidi, ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilish tavhidini bizga o'rgatadi. Tavhid qancha qism bo'ladi? Yuqorida o'tganimizdek 3 qism. Rububiyat tavhidi, faqat yolg'iz Allohga ishonish. Bu itqodiy bo'ladi. Allohningki to'g'ri tasavvuri ma'ni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi amaliy bo'ladi. Ibodat qismi. Ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilish. Uchinchisi Allohning go'zal va ism sifatlarida Allohni yakkigona deb bilish, ya'ni o'zgartmasdan Allohga xos sifat bilan yakkigona deb tushunish. To'rtinchisi, ya'ni bu surning muhim nuqtalarining to'rtinchisi bo'lsa, musulmon bilan kofirning ayrimi. Musulmon bilan kofir ayrim narsa bu. Dunyolikqa o'xshamaydi, oxiratga o'xshamaydi. Gap so'zga o'xshamaydi, ham o'xshamasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bu surni hammamizga to'g'ri tushungan nisb qilsin va shundaqla shu bo'yicha amal qilgan nisb qilsin va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bizga sab parvanmas iymon, tavhid ato qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.